Men Respublika xirurgik angineurologiya jarrohlik markazi nevropatologi Ahmadov Olimjon Mustafoqovichman. Hozirgi kunda O'zbekistonda eng katta muammo bu insult va insultning asoratlarini davolash. Ko'pincha insultdan keyin uning tiklanishi juda qiyin. Buning uchun ko'pincha nima qilish kerak? Ya'ni insult bo'lgan odam eng birinchi o'rinda sog'lom turmush tarziga e'tibor berish lozim. Ya'ni o'z-o'ziga xizmat qilish qiyin bo'ladigan kishilarni qo'l yoki oyoqlarini harakat qildirish, mashqlar qildirish yoki maxsus reabilitatsiya bo'limlari bor. Xuddi shunaqa reabilitatsiya bo'limlari bizning Respublika xirurgik angineurologiya markazida mavjud bo'lib, qo'l va barmoqlarni ishlatish, oyoqlarni harakatga keltirish va bemorni qo'l va oyoqlarini majburan harakat qildiradigan yoki o'zining xohishi bilan harakat qildiradigan maxsus programmali apparatlarimiz mavjud. Bemorlarda asosan ko'pincha qo'l va oyoqlarda insultdan keyin mushak tonusining oshishi kuzatiladi. Buni bartaraf qilish uchun bir tomondan dori-darmonlar qisman yordam bersa, asosan bu yerda qo'l va oyoqlarni jismoniy jihatdan harakat qildirish yaxshi natijalarga olib keladi.